Bu videoda Aquabio 7 bosqichli suv filtrining ishlash mexanizmini ko'rib chiqamiz. Pastda ko'rib turganingiz 3 ta kartrijli filtrlar bo'lib, ko'pchilik tilida первичный yoki группий filtr deyiladi. Birinchisi suvdagi chang, qum, kislotali zarrachalarni, ikkinchisi suvdagi cho'kinda hid yoki boshqa yomon ta'mlardan tozalaydi va uchinchi filtr xlor va organik moddalardan xalos qiladi. To'rtinchi filtr membrana filtri asosan mikroblar, viruslar va juda kichik zarrachalarni olib tashlash vazifasiga ega. 5-chi filtr T33 suv sifatini yaxshilashda va ta'm qo'shishda muhim rol o'ynaydi. 6-chi filtr mineral filtr suvga tabiiy va foydali mineral elementlarni qo'shadi. Bu esa inson organizmiga yaxshi ta'sir ko'rsatadi. Va so'nggi bosqichdagi filtr 4 xil kokos toshlaridan tarkib topgan bo'lib, bundan chiqqan suv mukammal ichimlik suviga aylanadi. Filtrning orqa tomonida suvning bosimini me'yorlashtiruvchi nasos va old tomonida datchik mavjud. Filtr bilan birgalikda 3.2 gallonli bachok bo'lib, xonadoningizda suv o'chib qolgan taqdirda ham 12 litrli ichimlik suvi saqlanib qoladi. Jo'mrak va kerakli barcha qulayliklar mavjud. Ya'ni siz bizdan to'liq jihozlangan suv filtr xarid qilasiz. Agar sizga bepul yetkazish va o'rnatib berish xizmati kerak bo'lsa, quyidagi raqamlarga bog'laning yoki kommentda plyus belgisini qoldiring.